Telefonimizni akamizning obyektlarini mana xudo xolisa bitiradigan bo'lib turibmi? Ozgina joy qoldi. Aka, endi sizlar mahsulotingizga bir klientlarning savollari bor, yig'ilib qolgan. Xo'p, aka, issiq sovuqga qanaqa turib beradi, aka? Necha yil garantiya berasiz? Bunga xullas 30 yil garantiya beramiz. Germaniyaning mahsuloti. Qalinligini 5, 6, 7 sm qalin qilib chiroyli qilib beramiz. Xudo xolisa bu issig'i, suvug'i umuman o'tkazmaydi. Suvga qanaqa? Umuman o'tkazmaydi. Oluvdan, suvdan qo'rqadigan narsa emas. Bu 250 gradus issiqqa 150 gradus sovuqqa turib beradigan narsa. Xudo xolisa. Keyin odamlarimiz aytibdi, mana klientlarimiz uyini polini tagiga septiramiz zotda qurqumurskalar ko'p tarakallar deyapti. Ularnichi? Endi bu qarang, to'sin mana bu bolli bo'ladi-yu, ularni chiritmaydi. Hech narsa qilmaydi. Bitta sepgandan keyin xudo xolisa shu 30 yilmi? Zavod 30 yil garantiya berdimi? 30 yil turib beradigan anaqasi bor, aka. Bemalol septiringlar, qo'rqmasdan. Tushunarli. Demak, sizlar mahsulotingizga xudo xolisa 30 yil garantiya 100% beriladi. 100% beriladi. Bu o'zingiz tomonidan yoki zavod tomonidan? O'zimiz tomonidan ham, zavod tomonidan ham 100% garantiya beriladi. Xudo xolisa bu mana sepdingmi? Bu mana shuni ustidan hozir gips kardon qilishadi. Karkasini to'qishadi, gips kardonni qiladi. Bu tepasiga nimadirlar, har xil latta-pitta, qog'oz hech narsa qo'yilmaydi. Shunda gips kardonni qo'yishadi, bu taqir-tuqir ishni bitirishadi, malarkan qilib bemalol yashirishadi. Bu shu aka. Sizlarning xizmatingiz faqat Toshkent bo'yichami? O'zbekiston bo'yicha aka. 12 ta viloyat. 12 ta viloyatga boramiz. Liboy tochkasiga boramiz. Farqi 50 kvadratmi, 100 kvadratmi, liboy tochkaga borib sep beramiz.